Aritmiya bu yurak ritmini buzilishi bo'lib, aritmiyani keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar 3 xil. Yurak bilan bog'liq kasalliklarda, ya'ni qon bosimi ko'tarilishi, miokardit va yurak ishemik kasalliklar. Ikkinchisi, yurakka bog'liq bo'lmagan kasalliklar, ya'ni qalqonsimon bez kasalliklari, organizmdagi moddalar almashinuvi buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar va elektrolit buzilishlar hisobiga qondagi kaliy, natriy, magniylarni kamayishi hisobiga va uchinchisi bu dorilar ta'sirida kelib chiqadigan aritmiyalar, ya'ni aynan antiaritmik dorilarning o'zi ham aritmiyaga sababchi bo'lishi mumkin bo'ladi. Aritmiyalarni davolashda odatda 2 xil usuldan foydalaniladi. Bu birinchisi dorilar yordamida, ya'ni medikamentoz davolash va ikkinchisi operativ yo'l bilan, ya'ni oyoq tomirlari yordamida yurakni aritmiya o'chog'ini kirib kuydirish va uni to'lig'icha bartaraf etish. Dorilar bilan davolashda aritmiya o'chog'i to'lig'icha yo'q qilinmaydi. Operatsiya usulida davolashda aritmiya o'chog'i to'liq bartaraf qilinadi va bemorlar butun umr dorilar ichib yurishdan qutuladilar. Bizning Abu Bakr Ar-Roziy klinikamizda aritmiyalarni radiostotali ablatsiya yordamida bartaraf etish davo muolajalari yo'lga qo'yilgan. Bemalol murojaat qilib, o'z dardingizga to'liq davo topishingiz mumkin.